O'g'il bola xarakterli qiz erga teganda. Men keldim xotin. Qale sizni yaxshimi? Bugun qaqqadir aylanishga boraylik. Nima deysan? Qaqqa boramiz. Bombani qatga o'tsa. Sharmanda nima bu ahvolingizni kelini? Voy bu kunida olib ketsa bo'lmasmi? Oyjon, uzr oyjon, siz ham o'ynamoqchimidingiz? Nima bu sharmandagasini chiqib kelinglar o'zimga tush. Aka ertaga bitta qilib beraveramiz. Qizim, bu yerda sarpez topgan chinalar yasatishingiz kerak edi. Ha bular nima? Mana butun umrlik yutuqlarim. Karate, boks, ko'cha jangi, suzish. Shaxmatdan ham bor. Bir romantika qilib yostiq o'tarib o'ynaymiz. Shunday o'shab turing. Qizim, mehmonlar keladi-ya, chiroyli kiyimlaringizni kiyib oling. Bo'ldi gap yo'q. Voy, assalomu alaykum, xush kelibsizlar mehmonjonlar. Sarangaya. Santiago Bernabeyoga xush kelibsizlar. Qizim, chiroyli kiyimingizni kiyib kelayotgandim. Eng chiroylisi shu. Ko'pchilik xotinlar eridan shikolat olish xohlaydi. O'sha uchun men senga shikolat olib keldim. Kerak emas, bu proteinchamiz. Oling. Madina meniki. Abduling chiqib tursin. Voy, hozir Menga qaralaring. Agar yana bir marta meni eshigim tagida ursalaring, shunaqa uraman. Doktor nima ish bilan urishdingiz? Yo'qol. Voy, o'lmasam. Butun mahallani qo'lga olibdi-yu, kelin.